erishamiz birgalikda. Bizning shior kuch birlikda, Orolimiz nomidor. Qo'rqitolmas bizni to'fon, yovuzlikdan bu olamni saqlab qolamiz omon. Bu o'lka bizning makon, baxt bo'lar begumon. Toshlar kuchi, tasli olov, muzliklar va tengsiz shamol. Hushyor turlar har on. Garmiti. Bo'lim kuchdir. Chaqmoq studiyasi tomonidan maxsus dublyaj qilindi. Oxirgi quyosh ibodatxonasi to'g'ridan-to'g'ri kursda. Agar mening hisob-kitoblarim to'g'ri bo'lsa va men bunga amin bo'lsam, biz tez orada o'sha yerda bo'lamiz. Agar biz bu kosmik to'siqni yengib o'tsak, bu yerda bo'lamiz. Bu yerda tartibsizlik yo'q. Chunki yuqori aql uchun fazla qonunlari mantiqli va bashoratlidir. Endi esa Reif Egel. Xo'sh, nima bo'ladi? Mening aqlim kosmosga sozlangan. Boshqacha aytganda, men sizlardan ko'ra ko'proq narsani bilaman. U Aykar kabi zerikali bo'lib qoldi. Albatta. Qani, Eroy va nihoyat aqlga sig'adigan ish qilyapti. Gap kosmosning bo'laklarida, ular unga ta'sir qiladi. Nima bo'lganda ham men undan charchadim. Yetarli, ma'nosiz gaplardan tiyilamiz. Keling, sayohatimizni davom ettiraylik. Saskil, sening dahshatli marosiming ham xabarchilarni qo'rqita olmadi. Men hayratdaman. Albatta hazil edi. Shunday qilib men kuchga ega bo'ldim va sen uchun senga vazifa bor. Ha, sen meni to'g'ridan-to'g'ri quyosh qo'riqxonasiga olib borasan. Urush vaqti kelganda bizga sening nayranglaring asqotadi. Shuning uchun xirillashni to'xtat va sehrli tayoqchangni ko'tar. Aoki alfa energiyasini faollashtir va bizni olib bor. Yaxshisi tezroq. Mayli, tushunarli. Buni menga qo'yib bering va ahmoq ish qilmang. Mayli, endi sen boshliq. Eroy. Xo'sh, Ritler qayerda? Bu yerda punktuallik haqida eshitganmisiz? Men Iridiumman. Quyosh ritsar va tartib sehrgari. Sizni nima bu yerga olib keldi, yosh sayohatchilar? Siz tufayli bu ihromning element kuchlari yo'qoldi. Ha, men Titan qalbining barcha kosmik qismlarini to'pladim. Endi siz ularni elektronga yetkazish uchun ularni birlashtirasiz. Men ularni ozod qilaman. Hozirroq to'xta. Men bo'laklarni ozod qila olmayman. Biz birgalikda qadimiy marosimni amalga oshirishimiz kerak. Aks holda energiya bu joyni vayron qiladi. Qadimiy marosim yo'q. Men tuzataman. Hamma narsa mening aqlimning kuchi bilan. Atrofimizdagi tartibni mendan keyin takrorlang. Andron, Lanton, Isati. Andron, Lantor, Isati. Men kosmosni boshqaradigan abadiy qonunlarni bilib oldim. Hech kim meni buyruqlarni bajarishga majbur qilmaydi. Shuning uchun ahmoqona raqslarni yaxshi ko'rasan. Endi yo'q. Endi jim bo'ling.
Men asosiy muammoni hal qilishim kerak. Bu noto'g'ri qo'lqopni. O, mana yana boshlandi. Quyosh izi. Charcha, marosimni bajar. Aks holda hammamiz xavf ostida qolamiz. Va menga vazifa davomida xalaqit berma. Siz menga vazifaga diqqatni jamlashga ruxsat bermayapsiz. Demak, boshqa tanlov yo'q. Gormiti unsurlar ritsarlari. Seni chorlayman, Gelios. Gelios, kosmosning hukmdori. Ha! Oho, nima bo'lyapti? Bu Ritzler bizga hujum qilmoqchi. Hey, Gorimning xabarchilarini hech kim ranjita olmaydi. Iridium sizlarga aytdi. Keting bu yerdan. Men 2 marta o'ylamayman. Kosmosning mushti. Men uzoq vaqt sabr qildim, lekin bu men endi hammaga ma'badni tark etishni buyuraman. Quyosh ruhi. Yo'q. Kosmik momaqaldiroq. Gelios, unga saboq ber. Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Mening aqlim cheksiz, faqat men qo'lqopni tuzataman. Eroy, senga nima keldi? Xabarchilar, u sizning do'stingiz, u bilan gaplashing. Do'stlar, albatta. U uchun aqlliroq ekanligini isbotlash muhimroq. Sen haqsan. Men buni o'ylab topdim. Mendan keyin takrorlang. Andran Landor Essanter. Andran Lantur. Andran Lantur. Andran. Biz yaxshimiz. Va siz hamma narsani noto'g'ri qilyapsiz. Noqulay va noto'g'ri. Va kim qanday qilib to'g'ri aytishni biladi? Antra, Lantro, Isanti. Vau, qanday qilding? Antra, Lantro, Isanti. Jangchi, jangni tugatishimiz kerak. Andra. Lantro, Andra. Isanti. Voy, bu nima edi? Sen hammasini uddalading, yosh jarchi. Endi esa menga bo'laklarni ber. Men har doim jamoada hazilkash bo'lganman. Aqlli bo'lish yoqimli bilma. Hazil donolik ovozda bo'lishi mumkin. Chunki ko'plab donishmandlar hazil bilan gapiradilar. Asosiysi bosh va yurak o'rtasidagi muvozanatni topish. Yoritgichning energiyasi yana tahdid ostida. Biz shoshilishimiz kerak deb o'ylayman.
Bir qancha kosmik miyalar bor edi, lekin o'sha eski Eron qaytib keldi. Yashasin, Eron qaytib keldi. Biz muvozanatni topishimiz kerak. Menimcha u bunday muvozanat haqida gapirmadi. Bilaman, hatto men bo'lsam ham hazilkashlik bo'ladi. Lekin bundan keyin men dono hazilkash bo'laman. Xo'sh, buni solga olib boramizmi? Hamma tayyormi? Davom et.